Mana an'anaga aylangan har doim ko'rgazmadan o'tishdan oldin yig'iladigan banketga yig'ilib Buxoroda Shafran restoraniga kirmoqchimiz. Qani? Alloh rozi bo'lsin. Mehmon zo'r qilishyapti lekin Bahodir aka. Alloh rozi bo'lsin. Qani ketdik. Yuringlar. Mana do'stlar, Buxoro shahriga kelib men hayron qoldim. Juda Buxorodagi do'stlarimiz, mehmon do'st ekan. Ertaga bo'lib o'tadigan yarmarkaga hammaga omad tilayman. Kelinglar, sizlar ham ko'ringlar yarmarkani. Alloh rozi bo'lsin. Omad.